ham budjetniy, ham komfortniy, ham tashqi ko'rinishi chiroyli, ham gabaritniy mashina taklif qilib degan akalarimizdan ko'p murojaat bo'libdi. Ushbu avtomobilni sizlar uchun taklif qilaman. Haval M6 modeli. Gabarit tomonidan ham, ko'rinish tomonidan ham ancha o'zgartirishlar kiritib qo'yganmiz. Deyarli 2027-yil uchun maxsus taklif qilinayotgan variant desak ham bo'ladi. Bu avtomobilni 5 yilgacha, ya'ni 60 oygacha tasavvur qiling. 60 oygacha boshlanish to'lovingizga qarab, foizsiz o'zini pulini bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, grafiklarini, hamma tariflarini siz uchun tashlab beramiz. Bu avtomobilimiz ham haydashingiz uchun tayyor. Akajon bitta salonlariga ham ko'rsatib qo'yasiz. Buni solishtirib berishim uchun imенно ushbu avtomobilni bu yoqda yana bitta tarifi bor. Sideniyalar matoli bo'ladi. Sideniyalar matoli bo'ladi. Oldin Haval M6 ning 3-pozitsiyasi xuddi shu ko'rinishda ishlab chiqarilgan. Endi bugungi kunga kelib ham 60 oyga rasrochka ochib qo'yganmiz. Ham ushbu avtomobilni salonlarini qoraga oranjiviy ko'ringan holatda koja qilib ishlab chiqarganmiz. Ko'rishinglar mumkin, juda ham chiroyli dizayni. Bu avtomobilimizni bilganlar biladi, o'rtacha shahar ichida 7 litr, Daniy yo'llarga 3-4 litrgacha tushishingiz mumkin. Juda ham qulay, haydashimiz uchun yumshoq bo'lgan avtomobillardan biri. Ushbu avtomobilimizda 3 ta pozitsiya mavjud. 249 million so'm, 259 million so'm va 270 million so'mlik variantlar bo'ladi. Endi mana ko'rib turgan variantimiz 249 million 900 ming so'm mexanika variant bo'ladi. Ya'ni avtomat haydashga qiynalaman deydigan akalarimiz uchun, yoshlari katta hoji akalarimiz uchun ham именно shu model to'g'ri keladi. Mexanika ko'ringan holatda haydashsa bo'ladi. Bu yog'i ham avtomat, ham mexanika ko'rinishida ham bu avtomobilni haydashingiz mumkin. Bu avtomobilimizni bagajini ham bitta ko'rsatib qo'yaylikki, 8 litr tashkil qiladi. Juda ham katta, gabaritniy mashina. Bu avtomobilni agar sidenasini yotqizadigan bo'lsak, 1800 litr bo'ladi. Shu bagaj qismini o'zida ham, misol uchun uzoq yo'llarga qatnaydigan akalarimiz bor, boshqalar bor. Ham 4 ta odam olib, ham bu yoqqa pochta olib tirikchilik qiladigan bo'lsa ham, bu juda ham haligi budjetga foyda keltiradigan avtomobillardan bittasi bo'ladi. Sababi o'zimni shu amaliyotimda bitta Avazbek akamiz Rossiyaga qatnaydilar. Alloh o'zi umrlarini ziyoda qilsin. Shu avtomobildan olib tinmasdan Rossiyaga borib keladi. Shuning orqasidan Xudo xolisa farzandlari yaqinda to'y qilyaptilar. Omadlarini bersin, boramiz. Sizlar ham bemalol ko'rib, tanlab, kelib, bepulga test drive qilib, ushbu avtomobilni xarid qilishinglar mumkin. Tashqaridan test drive'larimiz bor. Undan tashqari bu yerda turgan jamiki hamma modelga rasrochka ochib qo'yganmiz. Kelib 36 oygacha foizsiz o'zini pulini bo'lib to'lashga rasrochkaga avtomobillarni xarid qilsanglar bo'ladi. Bu H6 ga ham rosa odamlar kutishdi. Rasrochka tarifi ochilishini. Mana bugun inshaalloh rasrochka tarifini ushbu modelga ham ochib qo'yganmiz. Kelib tanlagan pozitsiyangizga qarab 36 oygacha foizsiz rasrochkaga qilib beramiz, xudo xolisa. Kelaverasizlar. Bu yerda Julian ham xuddi shunaqa. O'shaning uchun sizlar avtosalonga kelinglar, biz kutib olib, o'zimiz sizlarga mashinalarni ko'rsatib, test drive qilamiz. Haftani har kunida ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha avtosalonda ishlaymiz. Sizlarni avtosalonda kutib qolamiz. Qo'shimchasiga trading xizmatlarimiz ham bor. O'zingizlarni haydab turgan mashinalarni baholab, bozor narxidan yaxshiroq narxga baholab olib qolamiz-da. Bu yerdan mashina minib chiqib ketsanglar bo'ladi. Xuddi shu toychoni ham 36 oygacha qilib beraman. Julian model, juda ham xadovoy model. Avtoparkovkalarigacha, galosoy upravleniyalarigacha bor. Sizlarni Namangan Haval avtosalonida kutib qolamiz. Charchamanglar.